Assalomu alaykum YouTube. Mana bugun Xudo xolasa 15-mart 2026-yil yakshanba. Oldingi video roligimizda men adashgandim. Oyini aytishga 10-fevralda bormi, 10-martda olingan edi. Mana bu 15-martda. Oldingi video roligimizda agar bilgan bo'lsanglar, oldingi video rolikda oldida kuzov yo'q edi. Mana oldini og'irlashtirish uchun oldini ko'tarib yuboradi yurganda, повышенный скоростda ko'tarib yuboradi, пониженныйda emas, повышенныйda. Oldini nima bilan og'irlashtirsam bo'lar ekan deb o'ylab bog'da mana shu dorilarni, uylarni olib borib ag'darib yuborish uchun mana kuzov qildim. Kuzov ag'darma, kuzov qo'l bilan ko'tarsa ag'dariladi, keyin yopiladi. Mana shilchoq bilan yopiladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda prujinalik zamok qildik. Oyoq bilan itariladi. Mana hozir ko'rsataman. Mana ochildi. Qo'yaversa yopiladi. Yopildi. Mana shu holatda kuzov bo'ldi. Kuzovni ham keyin ag'dargandan keyin agranish stili bor. Bu ag'ana bu balonga qarab ketib qolmaydi, ushlab qoladi. Agranish stil, uni endi ichida asbob uskunalar bo'lgani uchun ag'darib ko'rsatmayman. Juda ikkita oldiga sharnir qo'ydik mana. Sharnir svarka qilib yubordim mana. Endi kuzovni razmeri 80 ga 70. Balandligi 30 sm. Shunaqa qilib kuzov qildik. Mana keyin naveskalarni ko'tarish uchun mana bu yerda naveskalarni, ya'ni plugni, baranani, ariq ochadigan, qatqaloqlarni yumshatadigan naveskalarni ko'tarish uchun mana bundoq подъемный устройство qildim. Подъемный устройство demak mana ruchkadan keyin mashinani, eski Jiguli mashinalardan olingan remen безопасности taqadigan papka-mamkasini o'rnatdim. Bundoq hozir ko'rsataman. Bir qo'lda endi nima qilish qiyinroq ko'rsatish sizlarga. Hozir ko'rsataman. Mana buni tushirish mumkin, ochish mumkin, ko'tarish mumkin. Trosdan qildik. Mana bu ham Jigulini trosti, tormozный tros, 3 mm dan qalin. Bemalol ko'tarib tushirishga, naveskani pastga, plugni pastga, tepaga ko'tarib qilishga qildik. Mana buni ushlab tur, Kamol. Mana buni ko'rsatib beray. Telefonni ushla. Ko'rsat. Orqaga o't. Mana bir ruchka ham tushsa. Mana qulflarni ko'rsatamiz. Bo'ldi, qulflarni ketmaydi. Gazni bu yerga o'rnatganman. Bu zadniy xodga pedal, bu seplinani pedali. Mana shundoq bo'lib qildik, yurgizdik, minib ko'rdik. Skorslarni mana shu yerga qo'ydik, hammasini skors reset shu yerga qo'ydik. Mana bu endi beminat xizmat qiladigan mini motoblочный traktor seni bo'lib aytdi. Keyin глушителini o'z zavodda mana shu yerga oldik. Mana shunaqa глушитель qilib tepaga chiqarib oldik. Tutuni yoqqa ketishi uchun. Mana hozir burilishini ko'rsataman. O't balonning burilishini. Endi malol yumshoqqina aylantirish mumkin. Shu bilan bugungi videomiz tamom. Kim qiziqsa, albatta bu video roliklarni qiziqqan odamlar ko'radi, motoblokka qiziqqan, mototexnikaga qiziqqan odamlar ko'radi.
mana shu holatda adapter kerak degan odam bizga murojaat qilsa yasab berishimiz mumkin kelishilgan holatda. Yoki bo'lmasam kelishsa o'rgatamiz. O'zlari ham qilib olishi mumkin. O'zlarini qo'llaridan svarka, kesish, qilish kelsa o'zlari ham yasab olishlari mumkin. Yo'q, menga yasab bering deysa, mana shunday holatga keltirib motoblokga olib kelishadi. 15 kun ichida shu holatga keladi motoblok. Orqasidan chop yurmaysiz. Uni yosh bola ham keyin bemalol minib yerni ham ag'daradi, chizil ham qiladi, arig'i ham ochadi, barani ham tortadi, hamma ishlarni qilaveradi. Bog' ichiga go'nglarni tashish kerak bo'lsa, go'nglarni tashiydi. Endi bog' to'g'ri, to'qilgan sim, unga katta traktor texnika kira olmaydi. Hammasi ruchnoy zambilda bo'lish kerak, qo'l bilan. Bu 10 ta odam ishini bajaradi. Chopishda ham masalan 50 sotik bog'ingiz bo'lsa, 4 ta odam olib kelsangiz 2 kun chopadigan bo'lsa, bu 1 kunda chopib beradi. 10 ta odamni ish haqi 200 mingdan bo'lganda 2 million, bunga 50 ming so'mlik sararkani qo'yasiz, adar beradi. Mana shunaqangi holatga keldi. Endi oldingidaqa voy bu orqasidan chop yurish kerak, qo'lim og'rib qoldi, belim og'rib qoldi. Uni endi qari odam ham, yosh bola ham dil huzurlikka mazza qilib o'sha bog' ishlarini, uy ishlarini bajaraveradi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar, ko'rishguncha xayr. Mana omading.